Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinamanman va bu film cho'lda adashgan erkak notanish ayolning makruh hiylalariga uchib uning asiriga aylandi. Filmni to'liq holda ko'rishni istasangiz kommentariyada manzili qoldirilgan Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Biz esa boshladik. Qandaydir mashina oxiri tupik bo'lgan yo'ldan ketayotgan edi. U yog'iga yo'l yo'qligini ko'rgan erkak mashinadan chiqib, yo'lni piyoda davom etadi. Uitkim ismli bu erkak quyosh tutilishini suratga olish uchun kelgandi. Bir necha suratga olganidan so'ng kun botayotganligini ko'rgach, ortiga qaytadi, biroq yo'l bo'yi adashib qolgan bolakayni uchrashadi. U yordam bermoqchi bo'ladi, biroq bolakay buni xohlamasdi. U ota-onasini yo'qotgan tomonga ishora qilib, u yerdan ketadi. Adashib qolgan o'yintiqim esa sovuq cho'l havosida uyquga ketadi. Yarim tunda qandaydir shovqindan uyg'ongan erkak shovqin chiqayotgan tomonga boradi va bu ovoz osilib turgan shishalardan chiqayotganligini ko'radi. Ulkan chuqurlik yoqasiga kelgan erkak o'rtada turgan kulbani ko'radi. Uning atrofida esa qandaydir ayol qo'shiq kuylayotgan edi. Windham undan yordam so'raydi, ammo ayol o'zini eshitmaganlikka solib uyga kiradi. Erkak narvon yordamida pastga tushishni boshlaydi. Pastga tushib olgach, uy eshigini urishni boshlaydi, biroq javob eshitmaydi. Shu sabab eshikni ochib ichkariga kiradi. Ovqat qilayotgan ayol esa xuddi uni tutib turganday u bilan muloyimgina ko'rishadi. U ovqatlarni olishni taklif qiladi, biroq buni rad qilishiga qaramasdan unga ovqat solib berib oldiga qo'yadi. Mehmondorchilik uchun minnatdorchilik bildirgan Windham bu yerdan qanday chiqib ketish mumkinligini so'raydi. Ismi Alina bo'lgan ayol unga tonggacha shu yerda tunab qolishni taklif qiladi va ko'chada muzlab bo'lay degan erkakka bu taklif moyday yoqib tushadi. To'shakka yotgan erkak Alinaning kiyim almashtirayotganligini ko'rib qoladi va go'zal manzaradan bahra oladi. Tong otgach ayolga bildirmasdan uydan chiqib uyiga ketmoqchi bo'ladi. Biroq kechagina turgan narvonlarni topa olmaydi. Bekor turmasdan bir qancha suratlar olgan erkak Alina ham uyg'onganligini ko'radi va unga tomni yopishda yordam berarkan, kechagi narvonlar qayerga daf bo'lganligini so'raydi. Ayol esa o'zini ulug'likka solib, hech nimani bilmasligini aytadi. Sarosimaga tushgan erkak esa maymunday qoyalarga tirmashishni boshlaydi, biroq buning foydasi bo'lmaydi. Salotib Alina undan kiyimlarni berishini, ularni yuvmoqchi ekanligini aytadi. Axir uyga bu darajada irkit bo'lib qaytishi yaxshi emasdi. Tunda uxlay olmagan erkak ko'chaga chiqib, bu yerdan ketish yo'lini izlaydi. Tong otgach uydan bolta topgan o'yintiqim yana qoyaga tirmashishga harakat qiladi. Kutilmaganda tepada kimdir yurganligini payqab qoladi va tasodifan tepadan tushgan tovuq go'shti uning muvozanatini yo'qotib yerga qarsillab tushishiga sabab bo'ladi. Yarim tunda o'ziga kelgan erkak boltasi bilan oyog'ini teshib qo'yganligini ko'rib, og'riqdan dod sola boshlaydi. Alina unga yordamga oshiqadi, biroq uning tepadagi bolalar kim degan savollarga javob bermaydi. Bir necha kun mobaynida qattiq isitmadan aziyat chekkan o'yintiq kecha kunduzning farqiga bora olmaydigan va ko'rganlarining haqiqiy yoki yo'qligini angla olmaydigan holga keladi. Kuni kelib sog'aya boshlagan o'yintiqim choloqlanib tashqariga chiqadi va Alinani uyidan sudraq chiqib, tepadagi bolalarga uni bu yerdan chiqarib olishlarini buyurishini talab qiladi. Ammo u o'zini yana lo'qlikka soladi va buning o'rniga shu yerda qolishni taklif qilib, unga o'zi g'amxo'rlik qilishini aytadi. Ammo o'yintiqim uyga qaytishni istardi. Boyoqdagi yarani ko'rgan o'tirganida to'satdan tepadan kelayotgan ovozlarni eshitadi va tepaga qaragach, qandaydir bolakay qizchaning qo'lidan ushlab turganligini ko'radi. Ular qanday yordam kerakligini so'rashadi va Windham bu yerni haliginisidan chiqib ketishni istashini aytganida bolakay arqon olib kelib uni qutqarishga so'zgadi. Yordam kutayotgan Windham hamyonini titib o'tirganda tepadan arqon tushib keladi. Bolakay o'zini mahkam bog'lab olishini so'raydi va uni tepaga ko'tara boshlashadi. Erkak nihoyat yerni hammasidan chiqib ketayotganiga xursand bo'lib turganida uni tortmay qo'yishadi va u yarim yo'lda osilib qoladi. Tepadagilarni chaqirgan Windham javob ola olmagach, o'zi tirmashib chiqishga urinadi, biroq kuchi yetmagach quyosh tagida qoqib chiqib o'tirishga majbur bo'ladi. U ustiga tushayotgan suvdan o'ziga keladi va tepaga qaragach, qo'shni yormat ustidan suv quyib uni mazax qilayotganligini ko'radi. Butun mahalla bolalari yig'ilib kelgan edi. Arqonni silkita boshlashgach, Windham qoyalarga urilishni boshlaydi va qo'rqib ketgan erkak Alinani yordamga chaqiradi. U ayolning bolalarni ko'rib yuborganligini ko'radi va siltanish sabab hushidan ketadi.
Tunda o'ziga kelgan erkak o'rnidan turishga urinadi. Alina uning nima qilmoqchi ekanligini tushunmaydi, biroq u nima qilib bo'lmasin bu yerdan ketishni istar. Ertasi kuni ayol qushlardan birini ozod qilib uning ucha olishiga havas qiladi. Bundan so'ng unga qayerdandir olgan yangi kiyimlarni beradi va erkak uning mehribonchiligidan erib ketadi. Oradan kunlar o'tdi. Uintxim bir chekkada bog' yaratishga qaror qiladi. Tirranchalar ba'zida ularga ovqat va suv berib turishardi. Bu esa Uintximni hayron qoldirardi. Tirranchalar oldin ularni ovqatlantirib, ortidan mazax qilishlariga tushunmaydi, ammo Alina uchun bu oddiy hol edi. Uintxim Alina o'zini bemalol tutayotganligidan hayron qoladi. Tunlardan birida uni so'roqqa tutayotganda yuqoridan kelgan qichqiriq ovozlari uni chalg'itadi. Alina tashqariga chiqmaslikni maslahat beradi, biroq Uintxim aytganini qilmasdan tashqariga chiqqach, yovvoyilar kiyimini kiyib uy atrofida yig'ilgan tirranchalarni ko'radi. Ular uni yiqitib mazax qilishni boshlashadi, biroq kutilmaganda g'oyib bo'lishadi. Uintxim Alinadan u tirranchalar kim ekanligiga va nega shuncha payt bu yerdan ketmaganligiga javob so'raydi. Biroq ayol bu yerda asira ekanligini tan olmasdan hech nima bo'lmaganday turaveradi. Shu tunda vaqti kelganligini tushungan ayol Uintximning yildizini parvarishlashni boshlaydi va anchadan beri ko'zi qonga to'lib yurgan erkak ham kepli chiqdiga jon deb rozi bo'ladi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, Uintximning urug'lari niholga aylanadi. Bolalardan biri biroz ko'ngilchan ko'rinadi. U birozdan so'ng Coca-Cola olib kelib berishini aytadi. Olizni kovlab o'tirgan erkak esa u yerdan nichoh o'ziga va mashina kalitlarini topadi. Tun tushgach Alina qandaydir ayolning suratini ko'rsatib, uni birinchi ona deb ataydi va undan farzand kutayotganligini ma'lum qiladi. Uintxim bu xabardan shokka tushadi. U hech qachon bu yerda bolali bo'lishni, ayniqsa yerni ammajonisida yashaydigan ayoldan bola ko'rishni reja qilmagan edi. Biroq bunga ko'nikishdan boshqa iloji ham yo'q edi. Ertasi kuni tongda qushlar polizni ko'tiga tiqib ketganliklarini ko'rishadi. Alina unga o'simliklarni qayta parvarishlashda yordam beradi. Keyingi bir necha kun mobaynida hammasi asta-sekin o'z iziga tusha boshladi. Kunlardan birida oqko'ngil tirrancha yana mehmonga keladi. Qiziqqon tirrancha Uintximga bir qancha savollar beradi. Uintxim esa yaqinda Alina tug'ishini, shu sabab uni va bo'lajak farzandini shaharga olib bora olishi uchun bu yerdan chiqib olishlariga yordam berishini so'raydi. Shabgacha barcha uxlaganidan so'ng yordam berishga so'z beradi, biroq shu onda katta tirrancha paydo bo'lib uni olib ketadi. Uintxim boyagi shabgacha o'qishni istayotganligini va qolganlardan boshqacha yashashga harakat qilayotganligini aytadi. U unga bunday yordam berishni istardi, ammo Alina o'zini g'alati tutardi. Alina unga bu yerda nima yetishmayotganligini so'raydi. Axir ular ozod va ko'ngillariga kelgan ishni qilishlari mumkin edi. Uintxim esa tashqarida okean va devzirali osh borligini aytganida, ko'rinishidan shu yerda katta bo'lganda ayol oshning nimaligini bilmasligini aytadi va erkak uning qanday ovqatligini tushuntiradi. Fotoapparatini olgan Uintxim Alinaga bu yerga tushib qolmasdan oldin olgan suratlarini ko'rsatadi. Bularni ko'rgan ayol juda ham xursand bo'ladi. Ertalab Alinaning qichqirig'idan uyg'ongan erkak tezda hovliga yugurib chiqadi va tepada oyoq qo'lidan bog'lab qo'yilgan shabkachani ko'radi. Yovvoyi tirranchalar esa bir chetda buni kuzatib turishadi. Qahrdan baqirayotgan ayol esa aka-ukalar bunday ish qilmasliklari kerakligini aytadi. U Uintximni o'g'lining o'limida ayblab, xoda bilan urib yiqitadi. O'ziga kelgan Uintxim qafas ichida ekanligini ko'radi. Qancha yalinmasin, Alina uni qo'yib yuborishni istamasdi. Unga hayvonga berganday ovqat berar, bolalar esa uning azoblanishini tomosha qilgani kelishadi. Kunlardan birida qoya yoqasida turgan qizni ko'radi. U begerlik emasligi ko'rinib turardi. Uintxim undan yordam so'raydi, biroq Alinaning uyg'onib qolishidan qo'rqib, baqir-chaqir qilmaydi va shivirlab qizdan yordam chaqirib kelishini iltimos qiladi. Uni tushungan qiz esa tez orada qaytishga so'z beradi. Qafas ichida yashayotgan erkak qorni tarvuz bo'lgan Alinaning uy ishlarini qilayotganligini kuzatib turadi. Kutilmaganda qichqiriqlar ovozi eshitiladi. Tirranchalar boyagi qizni ushlab kelishgan. It emganlar hech qanday shafqatsiz qizni pastga uloqtirib o'ldirishadi. Uintxim esa yana qafas ichida yashashga majbur bo'ladi. Kunlardan birida Alina va bolalari tomonidan uyushtirilgan ritualga guvoh bo'ladi. Uintxim to'satdan shu yerda umrbod qolib, farzandiga otalik qilishni istayotganligini va u uning qirolichasi bo'lishini istayotganligini aytib qoladi. Bu uning tanlovi ekanligini aytganida kutib borgan manjalaqi unda hech qanday tanlov bo'lmaganligini va shunchaki shamol uchirib kelgan urug' ekanligini, bola esa faqat uning o'ziga tegishli ekanligini aytadi. Bu esa bola tug'ilmaguncha qafasda yashardi. Kunlar o'tib nihoyat tug'ilib kuni ham yetib keldi. Og'riqdan vod sola boshlagan Alina oldin hech qachon bunday og'riqni his qilmaganligini aytib, Uintximdan yordam berishini o'tinib so'raydi. Qafasdan ozod bo'lgan erkak unga yordam berishga urinadi. Tepada turgan tirranchalar esa buni kuzatib turishadi. Uintxim tepadan tushgan narvonni ko'rib o'sha tomonga bormoqchi bo'ladi, biroq Alinaning dodvoyi uni ortga qaytaradi.
Chaqaloq quyosh tutilishi vaqtida dunyoga keladi. Qizchani qo'lga olgan Windham ota bo'lganligidan quvonadi. Bolani qaytib olgan Alina uning yangi ona bo'lishini aytadi. Shu danda uning ortidan pisib kelgan tirranchalardan biri uni bo'g'izlab tashlaydi va bu ishni onasi uchun qilganligini aytadi. Bir necha kundan so'ng Windhamning kiyimlarini yig'ib javonga solgan Alina chaqaloq oldiga kelib hammasi yaxshi bo'lishiga so'z beradi. Shu bilan ketkazgan vaqtimga rozi bo'lmagan filmim tugaydi. Oh, now.